Assalomu alaykum, hurmatli Jaloliddin Mahmadaliyev YouTube kanali obunachilari. Bugun mana biz Termiz davlat universiteti stadion maydonidamiz. Bu yerda 21-apreldan to 24-aprelgacha Vazir kubogi doirasida futbol musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Assalomu alaykum. Men Boboqulov Ergashoy Buxoro davlat pedagogika institutidan tashrif buyurdik. Vazir kubogi musobaqasi bo'lib o'tyapti. Hozirda bizni Termiz davlat universiteti jamoasi ko'tarinki kayfiyatda kutib olishdi. Bizni o'yinimiz Toshkent axborot texnologiya universiteti bilan bo'lib o'tadi. Shu inshaalloh g'alaba bilan qaytishimizga ishonamiz. Termiz davlat universiteti haqida o'zingizning fikringiz? Universitet haqida fikrim ijobiy. O'qituvchilari hamda volontyorlari ancha ko'tarinki kayfiyatda bizni kutib olishdi va qo'ldan kelgancha yordam qilishyapti. Rahmat kattakon, sizlarga omad. Biz davom etamiz. Demak, bugun biz Termiz davlat universitetiga tashrif buyurdik. Demak, ilk bor Vazir kubogi, ya'ni katta futbol bo'yicha ayollar o'rtasida musobaqalar o'tkazilmoqda. Bu ham davlatimiz rahbari prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari va sportga berilayotgan e'tibordan dalolat. Chunki hozir har qaysi islohotlar, davlat islohoti sportga yo'naltirilgan. Biz bu yerdagi sharoitlardan mamnunmiz. Bu yerda faqat g'alaba emas, balki o'zaro tajriba almashish, do'stlar orttirish va o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish asosiy maqsadimiz. O'yindan oldingi va o'yindan keyingi kayfiyatingiz qanday? До игры наша команда очень сильно волновалась, так как это первая игра, сыгранности еще таковой не было. Но вот после победы над Фордо мы очень рады, мы готовы к следующей игре. Сейчас наша команда будет восстанавливаться и готовиться к следующей игре. Termiz davlat universitetida sizlarga yaratib bergan sharoitlar haqida o'zingizning shaxsiy fikringiz? Условия замечательные, нас хорошо и добро встретили в вокзале. Хорошие автобусы с кондиционерами, мы очень были рады. Были музыканты, национальная одежда, нас очень хорошо встретили. Также я хочу сказать, что обеспечили хорошей едой, хорошими условиями. Мы сейчас живем в Талабалар Турар Джое. Кушаем очень хорошо, прям еда для спортсменов. Все условия хороши. O'yinda ko'rdik, o'yinning so'nggi daqiqalarida bir kishi kam bo'lib o'ynadilar, lekin g'olib bo'ldilar. Buning asosiy sababi nima deb o'ylaysiz? В основном это потому, что мы верим уже в эту победу. Наша команда очень боевая. Если мы даже будем семером играть, мы не будем уступать сопернику. Bu Vazir kubogining birinchi, ya'ni ochilish marosimi edi. Bundan so'ng yana 2 kun davomida bu musobaqa bo'lib o'tadi. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha xayr.